Всем привет, men qadrli любимчиklarim. Oldindan aytib qo'yib, bu meni tug'ishimdan avvalgi videoim. Boy dadajonimning tug'ilgan kuni va iftorlik bo'lganligi sababli ko'k-somsa qildik. Bunda menga bujonim va kelinoyim yordam berdi. Kelinoyim piyozlar to'g'rab berdi, bujom ko'katlar to'g'rab berdi. Men bo'lsa xamir qilib, xamir yoyib, ularga birgalikda qarashdim. Xamirni ko'p qo'yganligim sababli faqatgina somsa emas, qallama, somsa, qallama patram qildik. 4 ta listda somsa, 2 ta qallama va 2 ta qallama patr chiqdi. O'rtoqlar, sizlar ham bahor kelib uyda ko'k somsa, ko'k mantilar qilishni boshladilarmi? Biz agortimizda shpanat ekilganligi uchun shpanatdan qildik. Ichiga yog' quyib, qaymoq solib, undan tashqari ser piyoz qilsa, shunaqangi selli bo'ladiki, bay, ishtahalar ochadi. Bilaman, hozir ko'pchilik kommentariyaga yozadi, Instagramga odatiy videolarimni qo'ymayman deyatdi-ku deb. To'g'riman, Instagramga bir oy odatiy videolarimni qo'ymayman, chunki Telegram yurgizmoqchiman. Zakrit Telegram kanalimni bir oy yurgizmoqchiman. Bola bilan osonroq bo'ladi, lekin bu videoni avval olib qo'yganligim uchun udal tiqib tashagim kelmadi-da, montaj qilib qo'yib yubordim. Endi bir oy meni Instagramda kam ko'rasizlar, sababi Zakrit Telegram kanal yurgizaman. Kim meni yo'qotib qo'yishni xohlamasa, profilim shapkasida silka orqali Telegram kanalimga o'tib olinglar. O'shda o'g'lim bilan birga videolar joylaymiz. Bundan tashqari o'g'lim rasmini ham joylaganman, Telegram kanalga ismini ham aytib o'tganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, profilim shapkasi, Telegram kanalim silkasi bor. Qaranglar, o'sha shuncha gapni gapirguncha qallamalarim ham, qallama patrim ham, undan tashqari somsalar ham tayyor bo'ldi. Mehmonga kelaverasizlar, dirdimu avvalgi videoda bu.